Uyda hech kim yo'qmi? Boyadan beri eshikni taqillataman. Biz dadamlar ish bilan ko'chaga chiqib ketgan edik. Uyda hech kim yo'q. Qachon kelasizlar? Menimcha hali beri qaytmaymiz. Uzoqqa ketganmiz. Bizni kutmay qo'yaver. Dadamning mashinalari shu yerda turibdi-ku. Mashinani tashib ketgan edik. Menga qara qizim, senchi uyga ketaver. Bizni hali ishimiz ko'p. Yo'q, kutaman. Tezroq kelinglar. Voy, kech qaytamiz. O'zing ko'chada qolib ketasan, charchab qolasan. Nimaga ketib qolasizlar, oyijon? Bir og'iz aytib qo'ysangiz bo'ladi-yu. Keng safar ashna qilmaylar. Dadangga narsa kerak bo'lib qolganida, shunga shoshilib chiqib ketdik. Ertagachi? Ertaga ham ishlari bor ekan. O'shanga ham vaqtli chiqib ketamiz. Kelishingdan avval telefon qilgin. Agar uyda bo'lsak, kelaverasan. Bo'lmasa ovora bo'lib yurma. Sen yaxshisi uyingga bor. Uylaringni yig'ishtir. Ovqatlaringni qil. Xo'p, oyi. O'zi bekor kelibman. Faqat xafa bo'lmagin. Boshqa ilojim ham yo'q-ku. Bo'pti, yaxshi aylaninglar. Alisa.